subsidiyaga boshlang'ich to'lov 20 $200 bilan chiqadigan 3 xonali 70 kvadratlik uy ko'rsataman bugun sizlarga. Kirib kelganimizda o'ng qo'lda sanuzl. Mana shu uyimizning koridori. Ozgina uyimizning o'ng qo'lda spalni. Spalnimizning o'zini отдельный sanuzli bor. Spalnida отдельный sanuzli bu. Spalnidan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkonidan ko'rinadigan manzara. Uyimiz Xonobod metrosida joylashgan. Hop. Kirib kelaverish eshigi. To'g'rida mehmonxonasi. Mehmonxonadan keyin oshxona. Oshxonada kuxinniy mebel, to'xkontirni kotyor, gaz plita, vechkalari qo'yilgan, tayyor. Kirib yashashinglarga. Oshxonadan keyin bu xonamizni детский spalni qilsanglar bo'ladi. Bu uyimizda boshlang'ich to'lov subsidiyaga 20 $200 bilan chiqadi. Ipotekaga 22 $500 bilan chiqadi. Oylik to'lovlari 6 400 ming so'm ipotekaga, subsidiyaga 5 100 ming chiqadi. Uyimizning kadastrlari chiqqan, tayyor. 1-2 kun ichida nominglarga rasmiylashtirib beramiz. 3-kun kirib yashasanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.